Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Nomli dehqonlar, bu ko'rib turganlaring Issiqko'ldan olib kelingan, Qirg'izistondan Issiqko'ldan olib kelingan kechki sort o'sha chestogimiz, mayskimas, kechki deyiladi, kuzgi deyiladi, kechkilar shu chesnoydan xudo xolasa 80-90% chiqib chiroyli bo'lib qoldi ham. Xo'p, endi chesnoy eksa bo'ladimi, vaqti o'tmadimi degan dehqonlar bemalol mana shu sortdan topib eksa bo'ladi. Kuzgi sort, kechki sort deyiladi. Sababi bu bahorda amal oladi. Mayskilar kuzda ekilsa, kuzda amal olib rivojlanib oladi. Bu kechkilar kuzda ekilib qolsa bo'ldi. Ko'karib chiqishi, chiqmasligi shart emas. Ko'karib chiqsa ham, ko'karib chiqmasa ham ekilib qolsa bahorda amal olib, bahorda rivojlanib, chesnoy pishadi. Xudo xolasa. Maydan keyingi oyda pishadigan chesnoyimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bittadan like, bittadan kommentariy yozib qo'yasizlar. Dehqonchilikka baraka. Umrlaringga baraka. Videoni ko'radigan dehqonlarimiz, dehqonchilik ishqibozlarimiz